Assalomu alaykum hurmatli fiziklar. Biz bugun sizlar bilan magnit maydon kuch chiziqlarini ko'rib chiqamiz. Bizda buning uchun quyidagi laboratoriya ish orqali jarayonni sodir etamiz. Bizga kerak bo'ladigan induktiv g'altak, temir o'zagi, temir kukuni va tok manbai kerak bo'ladi. Laboratoriya ishini quyidagi tartibda amalga oshiramiz. Tok manbaiga induktiv g'altakni ulaymiz. Induktiv g'altak ulaymiz va temir o'zagini uni ichiga solamiz. Endi tok manbaini biz berganimizda tok manbaini beramiz va unga kuchlanish ta'sir etadi. Kuchlanish beramiz. Kuchlanish bergandan keyin bu yerda magnit maydoni hosil bo'ladi. Magnit maydoni hosil bo'ladi. Ushbu jarayonni biz temir kukunlari orqali ko'rishimiz mumkin, ko'z bilan ko'rishimiz mumkin. Magnit maydon kuch chiziqlari hozir bizning ko'zimizga ko'rmaydi, lekin biz buni temir bo'laklari orqali kuzatishimiz mumkin. Quyidagi tajribani. Mana bu yerda magnit maydoni kuch chiziqlari hosil bo'ldi. Bizni mana shu tajribani bajarishimizning asosiy maqsadi mana shu. Magnit maydoni kuch chiziqlarini tomosha qilish. Bu yerda magnit maydoni kuch chiziqlari hosil bo'ldi. Ushbu ishni biz oddiy qo'lbola usulda uy sharoitida bajarishimiz mumkin. Uy sharoitida mixga izolyatsiyalangan simni o'raymiz va unga batareyka orqali jarayonni sodir etamiz. Batareyka orqali bizga batareyka hozir bo'lmagani uchun oddiy mana bu ham batareyka, elektr toki degani. Buni quyidagicha tartibda bajaramiz. Batareykamiz, tok manbayimiz, kuchlanish beramiz va mana magnit maydon kuch chiziqlari bunda ham hosil bo'ladi. Temir o'zaklarini o'zi tortadi. Bu magnit maydon kuch chiziqlari deyiladi.